Xo'p, demak aziz o'quvchilar, hozirlar bilan matematika darsida ajoyib bir metod o'tkazamiz. Geometrik shakllar deb nomlangan bu metodimizda e'tibor berganimiz birinchi qator uchun turburchak shakl, o'rta qator uchun uchburchak va oxirgi qator uchun doira shaklidagi geometrik shakllarimiz turibdi. Siz mana shu narsani nima qilasiz? Siz bajaradigan ishingiz mana shu geometrik shakllarga atrofimizda qanday shunday mana shu shakllarga o'xshaydigan narsalar, predmetlar borligini yozishingiz kerak bo'ladi. Demak, hozirgi matematika darsimizni ona tiliga bog'laymiz. Tushunarlimi? Vaqt beriladi. Vaqt ichida ko'ramiz qaysi qatorning o'quvchilari ko'proq so'z yozishgan. Boshladik, ketdik. Chiroyli qilib xatosiz yozamiz. Yaxshi, ana bu vaqtimiz tugadi. Endi so'zlarni o'qib, o'quvchilar qanchalik to'g'ridan-to'g'ri yozganlarini tahlil qilamiz. Birinchi qator o'quvchilarimiz demak televizor, doska, daftar, kitob, parta 5 so'z yozishgan. Ikkinchi qator o'quvchilarimiz piramida, tog', shisha yuzma, tom va tomsa deb yozishdi. Bular 5 ta so'z va oxirgi qatorimiz quyosh, likopcha, soat, tugma, tufayl, kaptok, yer shari, oy, tarvuzda. Ular 9 ta so'zni yozishi. Uchinchi qatorimiz g'olib bo'lishda qanday